aka, biz Buxoro shahriga kelganmiz. O'sha indamas uch oyoqni qancha masofadan olishini ko'rishga kelganmiz. Arvoh deb aytadi, arvoh radar deb aytadi. Indamas uch oyoq bo'lsa. Ko'ramiz qancha masofadan olar ekan. X-Scan Air Max modeli. Hozir tushib sizlarga ko'rsataman qayerda turgan. Statsionar radar. Oldindagi baza bo'yicha aytyapti, uni signatura bo'yicha ushlab beradi. Yaqinlashib olmas, mana keldi. Yaqinlashib keldi o'zi. Indamas. Uch oyoq. Hozirga tushib ko'rsataman. Hop. Shu indamas uch oyoq bu. Bu Buxoro katta trassasi. Yo'llarda ehtiyot bo'lishini so'rab qolamiz.